Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kia Bongo va Kia Porterga juda qiziqib yuradigan ishqibozlarni juda yaxshi bilamiz. O'shani sifatiga to'laligicha javob berib biladigan Jack X200 mashinamiz haqida bir qisqacha obzorni qilib o'tamiz. Qani ketdik. Bir qarashda bu Kia Bongoni eslatadigan bu mashinamiz Jack X200 modelimiz haqida bir qisqacha obzorni qilib o'tamiz. Nima uchunki men Kia Bongo, Kia Porter deganim sababi bor. Sababi bu mashinamiz faqat hamma joyi bir xil, faqat narxida farqi bor. Hozir uni ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu mashinamiz oldin baloni 15lik balonlari, orqasi 13lik qo'sh balon. Bu mashinamizning 3 xil versiyasi bor. Xohlasangiz prom tovarni zakritsi, xohlaganlar uchun tentovkaligi bor. Bortovoy ham mavjud bizda. Bortovoy orqasi ochiqligi. Xo'p, ana endi bu mashinamiz hozir ichki qismini aytib o'tib ketamiz. Mana to'laligicha apishka qilingan. Taglari ham xuddi shunaqa. Mashinamizda Kia Bongo, Porter mashinamiz zapchastlar bir-biriga tushib ketaveradi. O'sha YouTube'da ham hammasida hozir YouTube'lar qilingan. Nima uchunki ustalarni olib kelib o'sha zapchastlar tushmaydigan joylarni imminna biza video qilganmiz o'sha YouTube'da. O'shani ham hozir qo'yib o'tib ketamiz video davomida. Hozir O'zbekistonda chetdan xuddi shunaqa gruzavik kirib keladigan mashina 40 xildan ziyod, 40 xildan. O'shalarni 80% ga zapchast yoki usta muammo. Endi usta muammo degan sababini tushuntirib o'tib ketamiz. Endi bu videomiz jaydaricha. Xo'p. Zapchast bir muammo ilojini qilib 2 oy 3 oyda zapchastni olib kelasiz. Ilojini qildirib qanaqadir summada 2 barobar 3 barobar pulni to'lab ustaga olib ketasiz. Usta aytadiki, bu mashinaga men tushunmayman, birinchi marta ko'ryapman degan joylar bo'ladi. Bu yo'q emas. Bu mashinamiz Samarqandda yig'ilyapti. Eng plus tarafi zapchasti o'zi bilan barobar kirib kelyapti. O'zbekistonda bu mashina yig'ilyapti. Samarqandda UzAvto treylerda mashinamiz. Shu uchun bunga juda talab yaxshi. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad Kia Bongo, Kia Porterga bemalol raqobat bo'la oladi. Endi kommentariyaga yozib qoldirasizlar, raqobat bo'la oladimi, yo'qmi? Mashinani olganlar. Faqat endi negativ yozmaysizlar degan umiddamiz. Nima uchunki olib baraka topganlar juda ko'p. Hali shu paytgacha mashinani olganlar u joy bunday ekan, bu joy bunday ekan joyini eshitganimiz yo'q. Xudo xolasa bundan keyin ham bo'lmaydi. Bu mashinamiz 3 o'rindiqli Lux konditsioner. Motorimizni ot kuchi 147 ot kuchi bor, 2 ob'yomli. Endi 2 ob'yomli ham juda past emas. Nima uchunki hozir olib kelinadigan mashinani juda ko'rib chiqyapmiz. 1.2 88 yo 85 ot kuchiga ega. Shu mashinalar ham ishlab yuribdi, yomon emas. Lekin ularga nisbatan bir barobar bu deganiki bir barobar kuch bu mashinamiz. Shu uchun bu O'zbekistonning perevallariga, issiqlarga bardosh berib bo'lgan. To'liq sinovdan o'tib bo'lgan bu mashinamiz. Xo'p. Ana endi ikkinchi versiyamizga o'tamiz. Bu mashinamiz tentovka varianti. Tentovka variantimiz hamma joyi bir xil, faqat tentida farqi bor xolos. Endi bu ham bir mijozlarimizga, masalan, bortligini olib, ustiga tent qil, yana uni qayta jihoz qil, ortiqcha to'lov qil degan joylari bor. Shu uchun zavodda bir martani o'ziga, masalan, mijozlarga prom tovarni kerak, tentovkasi kerak, xuddi shuni bortovoy kerak. Bortovoy 3 xil varianti. Xudo xolasa bir oyga qolmasdan yana xuddi shu mashinamizni xolodilnikli kiradi. Refrigerator deydi. Xolodilnik plus -5 plus 18 ga ishlaydigan. Dori-darmonga juda yaxshi ishlaydi xudo xolasa. Bu farmatsevtikaga ishlaydiganlarga yuborib qo'yasizlar bu videomizni. Bu tentovkamiz yig'iladigan, bemalol mana bu joyini shundaygina bo'shatamiz. Oddiy. Kecha yomg'ir yog'ganda yig'iladi bu mashinamiz. Endi bu ham bir qanaqadir haydovchilarimizga qulaylik. Qanaqadir tovarlar yuklashga. Xolodilnik deysizmi, o'sha bitovoy texnikaga ishlaydiganlarga. Endi juda bu mashinamiz hozir shaharning ichida 3,5 tonnadan ortig'ini ko'chada o'sha shahar ichiga qo'ymayapti. Bu mashinamiz bemalol shahar ichida yursa bo'ladi. 2,5 tonnalik yuk ko'tarishi. Tex pasportda yozilishi 1 tonnaga 920 kilo. Bu yomon emas.
oddiy bir labomiz 500 kilo yozib berilgan bo'lsa, kamida 1 tonna 200 bosyaptilar. Bu hammamizga tanish holat. Xo'p. Bortovoy mashinamiz endi bu yerda yo'q ekan. Narigi sklatimizda bor, xuddi shuni bortovoy qismi. Bortovoy 3-versiyamiz. Oddiy misol deylik, shu masalan bortovoyni olib o'zim qilaman deganlar uchun ham bizga farqi yo'q masalan. Baribir yana o'sha pul ketadi. Biz hisoblab chiqdik buni. O'rtacha shu 6,5 million 7 million ketar ekan. Shu ustalardan ham so'rab ko'rdik, masalan olib qilganlarni ham ko'rdik. O'rtacha 7 million rasxod qilingan. Shu masalan bu bortovoyimizni narxiga keladigan bo'lsak 248 million bortovoyi. Mana bunisi tentovka qilingani 255 million so'm. Xo'p, mana bu prom tovarni mashinamiz 275 million. Bular hammasi o'sha hisob kitobi olingan puliga arziydigan mashinalar. Xudo xolasa. Garantiyasiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni hali hech qayerda, hech qaysi mashinaga bunchalik garantiya berilmagan. 3 yil garantiya beramiz mashinamizga. Motor, korobka, zadniy mostiga 3 yil garantiya beramiz. Bu prosta og'zaki emas. Zavod qog'ozda garantiya beradi. Masalan, deylik shartnomada beramiz, shartnomada hammasi kiritilgan. 3 yil garantiya yoki 100 ming probeg. Endi 100 ming probeg menimcha kam emas. O'zbekiston sharoitida. Bu mashinamiz haqida bir qisqacha bo'lsa ham obzorni qilib o'tdik deb o'ylayman. Yana qanaqadir to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Kaminay kompaniya Farhod bo'laman. 24 soat davomida telefon qilaveringlar, javob beraveramiz. Like bosishni unutmang.